Bugun Maryam Shop oyoq kiyimlarining sifatli narxi haqida xaridorlarning fikrlarini o'rganamiz. Marg'ilon xonimlari Maryam Shopda. Samarqanddan ketdilar. Samarqand bo'yicha narximiz arzon. Sifatli, chiroyli olsalaring vaqt bo'lib ketasizlar. Vaqtli bo'lib ketasizlar. Opa yoqdimi? Ayol kishi bar sifatli yaxshi farqiga boradi. Sifatli narsalar, sifati ham, vidi ham chiroyli. Yoqda? Yana kelamizmi? Kelamiz, nasib Ishkimsiz. Shoshiling. Mana Maryam Shopdan biz xarid qildik. Mahsulotlari ko'ngildagidek, yaxshi, narxlari arzon. Ranglari ham juda chiroyli, yoqqanini oldik. Maryam Shopda mahsulotlarimiz yaxshimi? Zo'r, yaxshi, mahsulotlar zo'r. Sifatchi. Sifatlari ham yaxshi. Narxchi. Narxlar o'zimizga borib yaxshi bo'lyapti o'zimiz. Bozorda arzon, a? Arzon. Qayerdan keldiling? O'zimizga ishongazaman. Ishongazaringlar, bitta nakis qilib boring. Kameraga chaqiring, qo'ni qo'shnilar kelishsin, tavsiya qilib boring. Hammalar kelib arzonlashib ketdi hamma narxlar. Aksiya bo'pti. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Dalam ashti qilinglar 10 marta kommentariy like obuna bosib qo'yinglar. Qaysilar siz? 2B 2B. 2B delarga salom aytib qo'ymaymizmi? 2B salom. Yaxshi ko'rgan qizingizga alohida. Bo'lmaganga bo'ling. Yaxshi ko'rgan qizim yo'q. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Xaridorlarning tanlovi Maryam Shop.